sel keladi. O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Joriy yilning 10-12 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Jumladan, Qashqadaryo viloyati, Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi va Gulzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Sarosiyo, Uzun, Denov, Boysun, Samarqand viloyati, Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jonboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati, Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konumer, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyati, Zomin, Baxmal, G'allaorol, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilar ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin.